Assalomu alaykum hojona. Shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Amin. Bugun mana siz bir narsani bilingki, farzandlarning qalbida, farzandlarning yuragida, farzandlarni orzu niyatida imkon darajasida sizni ko'nglingizni olishlik o'y fikri bularni bee'tibormasligi borligi bu sizni baxtingiz. Bilamiz qanchadan qancha farzandlar hozir ota-onalarga bee'tibor. Qachon tug'ilganini ham bilmaydi kerak bo'lsa onalarini. Bu singillarimizga, opalarimizga, ukalarimizga meros. Onajonning tavallud ayyomini hech qachon unutmaslik meros. O'tganlarni yod olishlik ham meros. Shuning uchun azizlar, mana shu davramizda turgan jami onajonlarimizga avvalo Alloh umrlarini uzoq qilsin. Iymonli farishtadek qarilik nasib etsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Qashqar qishlog'imizga hech qachon ko'z tegmasin. Qashqar qishlog'imizda yo'q narsani o'zi yo'q. Qashqar qishlog'imizda eli boy, Qashqar qishlog'imizda qangi zo'r makon yo'q. Qirg'izistonimizda qangi zo'r makon yo'q. Shuning uchun avvalida mana shu gullab yashnagan yurtda tug'ilganimiz uchun, mana shu yurtga shu yoshga yetganga qadar xizmat qilib hurmat topganingiz uchun sizga tasannolar, sizga olqishlar. Bugungi e'tibor, bugungi barcha chiroyli tilaklar, bugungi yaxshi istaklar siz uchun. Alloh sizga umr bersin. Xizmat deydim, lekin Guli singlimiz opa degan uchun men xalqimni, yurtimni hech qachon, Qashqar qishlog'imni agar nasibam qo'shilgan bo'lsa, xursandchilik kunini chetda qo'ymayman imkon darajasida. To'g'ri, hozir shahardan yetib keldim, sizni ko'nglingizni olaman deb keldim. Mana shu onajonlarning ko'nglini olaman deb keldim. Mana shu davringizda turgan mahalla ko'yingiz, yaqinlaringiz sizni baxtingizga sog' bo'lsin. Bularning baxtiga siz tinch bo'ling. Allohim har doim har bittamizni xonadonimizga nuri hidoyatini, fayzu barakatini, rizqi nasibasini butun qilib bersin ilohim. Qalblarimizda iymonimiz mustahkam bo'lsin. Hamma onajonlarimiz, hammamizni farzandlarimiz sizni farzandlaringizdek bizni ham kaftida e'zozlaydigan farzandlar bo'lsin ilohim. Mana shu tavallud kunida qimmatli vaqtini ayamay kelgan mana shu opajonlarimizni ham farzandlarini yaxshi kunlarini, chiroyli xursandchilik kunlarini barchamiz guvohi bo'laylik ilohim. Endi bugun shukrona kunda albatta farzandlarni siz bilan birga voyaga yetkazib, lekin aytadi-yu, bu kunlarni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Endi tog'amizni ham eslab ketishimiz kerak. Mo'minjon tog'ami kim desa, Mo'minjon bir gap, Mo'minjon tog'a deb bilar edik. Bolaligimizdagi xotiramizda qolgan insonlarni farzandlari bular. Endi hozir aytayapti-ku, kattalar o'tgan sari xotira esdan chiqib boryapti. Avvalgi hayot esdan chiqib boryapti degandek, biz yoshlarga mana shu kattalar o'tmishni, avvalgi hayotni, har bittamizni bosib o'tgan yaxshiligimiz va yomonligimiz, qiyinchiligimiz va xursandchiligimizni yod olib turadigan mana shu onajonlarimiz bizni baxtimizga sog' bo'lsin. Tog'amizning oxiratlari obod bo'lsin, yotgan joylari nurli bo'lsin ilohim. Farzandlari bitta narsani iltimos qilib ketaman, albatta o'tgan ota-onalarda, o'tgan jonjigarlarning orqasidan faqatgina chiroyli Qur'on tilovatlar, yaxshi duolar. Shularni yoddan chiqarmasdan bularni yod olib ziyoratiga borib turishlik sizlarga ham nasib qilsin. Onajonni imkon darajasida ehtiyot qilib, e'zozlab, mana shunaqangi chiroyli qilib, farishtadek qarilikni nasiba qilib, Allohim so'ngan bo'lsa, yaxshi qarashinglarni sizlardan so'rayman. Rahmat, boringizga shukr. Sizlarning baxtinglarga onajonlar sog' bo'lsin. Endi rahmat onajon. Rahmat, salomat bo'ling. Endi kayfiyatni tushirmaymiz. Onajonning qo'lidan gullarni olamiz. Chiroyli onamiz uchun qo'shiq aytaman. Bayram deb bo'lsam onajonlar, chiroyli o'ynab berasiz endi. Marhamat, onam uchun qo'shiq bilan davramizni davom ettiramiz.